Assalomu alaykum barchaga YouTube ishqibozlari. Xudo xolasa mana yana yangi bir obyektimizni boshladik. Yo'lchi arafasida turibmiz. Tomga penalonboz qo'yish jarayoni. Do'stlar, bu penalonbozimizni yuqa bosilib qo'ygan loy suvoqlarni ustiga ham qo'ysak bo'laveradi. Ko'rib turganlaringiz vassali ustiga xuddi shuni materialni yozib, shuni material ustidan ham qo'yaveramiz. Birinchi shunday holatda qo'y qilib paqirlab atroflarini yamab olamiz. Undan keyin ustimizni suyuqligini hisobi yama bo'lmasa yoqib ketadi. Keyin yamab olganimizdan keyin xotirjam ustimizni qo'yaveramiz. Shunda razmerini chiqarib boraveramiz bir boshdan. Bu taraflarimiz mana quyib bo'lindi. Hozir mana mahsulotimiz tarkibida nima bor? Bir qator eslatib o'tamiz. Suv quyiladi, bir qop gips tashaladi, sement qo'shiladi, ko'rib turganlaringiz penasi qo'shiladi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyilaveradi. Mana hozir bir qator quyib ham ko'rsatib beramiz. Ana do'stlar, shunday holatda ishlaymiz, tayyorlaymiz. Ko'rib turganlaringiz boshida suyuq bo'ladi bu narsa. Bu narsani qatishiga 5 minut, 10 minut vaqt kerak bo'ladi. Qurib ketishiga 20 kun, 25 kun vaqt ichida qurib ketadi. Suyuqligini hisobiga o'zi past baland joyiga oqib bemalol boraveradi, razmeri shunda chiqaveradi. Bu taraflarimiz mana quyib bo'ldik. Hozir bu joyimizga ham 10 sm qilib quyapmiz. Mana ko'rib turibsizlar, qattiq, xudo xolasa ustida bemalol yursa bo'laveradi. Tomi bir tomonlama bo'ladiganlarni ham misol quyib chiqayotganimizda ertasidan bemalol ustalar yurib tomni ham yopishaveradi, patoloda ham qilishaveradi. Bu narsa quyilgandan keyin o'zini holida 22-25 kunda yana qurib ketadi. Qatishiga aytib o'tganimizda 5 minut, 10 minut ichida qatib ketadi. Bemalol ustida yuradigan bo'lib, oyog'ingiz chiqmaydi, yorilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Xo'p, bu narsamiz endi yuqa bosilib qo'ygan loy suvoqlarning ustiga ham qo'ysak yaxshi vazifani bajarib beryapti. Izolyatsiyani zo'r ushlab beryapti. Vassali ustiga ham 10-15 sm gacha qilib quyapmiz. Yuqa bosilib qo'ygan loy suvoqlarning ustiga 5-7 sm qilib quyapmiz. Ko'rib turibsizlar, shunday suyuq holatda bo'ladi bu narsa. Bu narsa yonadigan narsa emas, tarkibida yonadigan narsani o'zi yo'q. Tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar shu ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.